Zaifa ayollar bo'lsa, mayli shunda erkak kishiga salom bermasligi bizim mazhabimizda talab qilinadi. Unda xafa bo'lmang. Mabodo bir qiz bola sizga salom bermay qo'ydi, yo ayol kishi salom bermadi. Azizlar, u salom bermasligi afzal hisoblanadi ayol kishiga. Lekin erkak kishi albatta salom berish kerak. O'g'il bola yosh kattani ko'rganda albatta salom berishlik kerak. Mana shu qadriyatimiz bir oz uzoqlashdik. Yo bir bala transport vositalarida ketyaptimi, avtobusmi, qayerda bo'lmasin, yo dam olish joylaridami, yosh keksani ko'rdimmi, darrov o'rgataylikki, u kishiga joy bersin, hurmatini qilsin. Rasululloh marhamat qildilarki, qay bir yigit mo'ysafid kishini yoshi uchun ikrom qilsa, Alloh unga ham qarilik chog'ida yoshi uchun ikrom qiladigan kishini muhayyo qilib qo'yadi dedilar.